lager şahitlerinden Fransiyadagi Gulbar Xativaji bilan Gollandiyadagi Qalbinur Sidiq xonim 6-iyundan boshlab Finlandiyada bir qator faoliyatlarda bo'lgan bo'lib, Finlandiya parlamentidagi har qaysi partiyalar, tashqi ishlar ministrligi, har qaysi kishilik huquq faoliyatchilari va har qaysi taratquv xodimlari bilan ko'rishgan va Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmish tarbiyalash markazi deb atib olgan jazo lagerlaridagi haqiqiy ahvolni va o'zlari boshdan kechirgan ichinishli hodisalarni o'tirib qo'yib, butun dunyoning bu jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik deb tonish kerakligini ta'kidlagan. Ziyoratda Gulbar Xativaji va Qalbinur Sidiq xonim yana Finlandiyaning eng cho'ng kanallaridan MTV kanalining ziyoratini qabul qilib, ayrim holda jazo lagerida boshdan kechirgan ichinishli hodisalarni va u yerdagi ayol tutqunlarga ijro qiladigan inson qalbidan chiqqan dafsanchiliklar, xo'rlash va qiyin qistoqlar haqida tafsiliy guvohlik bergan. Xitoy doiralari atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining sobiq bosh kotibi qo'rchoq amaldor Yosin Sidiqning vazifasidan qoldirilganligini e'lon qildi. Xitoy Wang Yi torining 8-iyundagi xabarda bildirilishicha, 31 may atalmish Uyg'ur avtonom rayoni 14-navbatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining 2-qitimliq yig'inida qo'rchoq amaldor Yosin Sidiqning atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumati bosh kotiblik vazifasidan qoldirilganligi haqidagi qarornomani ma'qullagan. Xitoy axborot vositalari Yosin Sidiqning bu yil 4-oyda intizom va qonunga ig'ir xiloflik qilganlik bilan tutqun qilinib, tekshirilganligini bildirgan edi. Xitoyning Amerikaga munosabatlik josuslik faoliyatlarini qanot yoydirish uchun Havana hukumati bilan Kubada baza qurishga prinsip jihatdan qo'shilganligi o'tirib qo'yildi. Valkochisi jurnalining xabariga qaraganda, yuqori darajadagi istixborotga yaqin Amerika amaldorlari Xitoyning Havana bilan til beriktirib, Kubada elektronlik o'g'irlikchi anglash uskunasi qurganligini xabar qilgan. Bundaq bo'lganda Xitoyning axborot tarmoqlari Amerikaning Florida shtatidan 161 kilometr yiroqlikdagi Kubada o'g'irlikchi anglash aslihasi qurib, Amerikaning nurg'un harbiy bazalari bor bo'lgan Sharqiy Janub shtatlarida elektronlik xat, telefon va sun'iy hamroh uchurlari qatorliq elektronlik xabarlash uchurlarini, shundaqla paraxut safarlarini nazorat qila oladi. Angliya bosh ministri Rishi Sunak sun'iy idrokning xatirini ko'rsatib, bu masalada jiddiy tadbir qo'llanish kerakligini o'tirib qo'ydi. Sunak bilan Amerika prezidenti Joe Biden ikki taraflik uchrashishdan keyin Oqsaroyda birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Sunak iqtisodiy bexatarlikning muhimligini ta'kidlab mundaq dedi: Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlar bizning savdo yutuqlarimizni kontrol qilish va uningdan foydalanish, bilim mulk huquqimizni o'g'irlash va texnikani mustabid maqsadda ishlatishga urinadi. Ammo ular muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. Amerikada 2024-yildagi prezident saylamiga nomzod bo'lishda Cumhuriyetçiler Partiyasi orasida raqobat o'tirib chiqmoqda. Demokratchilar Partiyasida Baydenga qarshi kuchli kandidat bo'lmasa-mo, Cumhuriyetçiler Partiyasida nomzodlar orqa-orqadan o'tirib chiqishga boshladi. Trump va DeSantisdan iborat ikki muhim kandidatdan keyin yana bir kuchli shaxs sobiq muavin prezident Mike Pence o'zining nomzodligini e'lon qildi. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini uzluksiz bulantalan qilib kelayotgan bo'lib, yaqindan beri bulantalanni texnik kuchaytgandan sirt har xil tajriba sinoqlarini qilgan. Xitoy bu qitim yana tarim o'ymonligida quduq burg'ulashga boshlagan bo'lib, bu quduqqa cho'nqur tarim ilmiy tekshirish birinchi quduqi deb nom bergan. Mo'lchardagi burg'ulab tekshirish cho'nqurligi 11100 metr bo'lib, bu joy dal Teklimakan qumliqining markaziga joylashgan.